Assalomualaikum. Bugun men minikar do'stlar, bugun men shu modni ko'rsataman. Faqat men har doim deb shunaqa telefon qiladi. Xo'sh, bu videodan 3 mod surlarini legendasini topib qo'yganman. Ishlaydiganlari ham bor. O'tpash hammasi ishlaydi. Do'stlar, xo'sh, birinchi modimizga o'tamiz. Bu mod va bu hardcore mod. Bu yerda qorbobon qo'shib beradi, destek qo'shib beradi. Do'stlar, aytgancha men sizlarga ko'p video qilaman. Faqat menga obuna bo'lsangiz, mod qayda qilishni, videosini YouTube'ga olishlaringizni nasib bo'lsa, qanday YouTube'ga olib, to'g'ri video tanlash qilishni o'rgataman. Men unchalik vaqtim kam, ko'pman. Shunaqa uchun men unaqa sifatli montaj qilishim uchun vaqt kerak. Menga unaqa kerak emas. Men oddiygina o'ynayveraman. Shuning obunachi keladi. Xudoga shukr. Qani endi boshlab. Xo'sh, bu mod bilmaysiz, ya'ni qo'rqinchli o'yinlardan chiqadi rasmlar. Bu maxluq har kuch do'stlar, bu modimiz kechqurun yaxshi ko'rinadi. Ikkinchi modimizga o'tamiz. Ikkinchi modimiz ham o'tin bo'ladi. Va bu ko'proq Shahin akamiz o'ynaydi. Mana buni muxlisaman. Xo'sh, Shahin aka aytajog'imizda shedirlar qo'shib o'ynaydi. To'g'ri shedirsan lekin hozir bu o'ynayotgan modim yaxshi. Do'stlar, men 30 ta obunachi bo'ldim. Men tabriklayman bo'ladi. Hazil 50 ta bo'lishi kerak hali yana. 50 ta, 100 ta, 150 ta. Короче, men telefonlik 1 million ta blokdan olishim kerak. Ya'ni men telefonda 1 million ta bo'lgan odam. To'g'ri, men maqsadim unaqa 1 million ta bo'lish emas, oddiygina hardcore'larni men yaxshi ko'raman. Ya'ni nima qo'rqinchli kinolarni ko'p ko'raman. Men qanaqa menga yangi qaror bo'lsa, menga yoqadi. Hatto ketadi. Mana bizlar realistik modimizda yurishdi, qarang. Cho'pishdi. Va bulutlarni ham zo'r qilib bergan do'stlar. Eng qizig'i, bu yerda ma'lum narsalar ham bor. Wow. Bular nima? Wow. Qo'limni urib ko'ramizmi do'stlar? Hali qilichlarni voy. Do'stlar qarang. Wow. I'm so bored. Do'stlar, animatsiyalar zo'r. Blok chopishni ko'ryapsizlarmi? Va do'stlar, buni qayda yuklab olishimizni topsangiz hayron qolasizlar. Hamma ikkinchi modimizga o'tamiz.
modga qani, let's go. Obuna bo'lib qo'ying do'stlar, obunalar. O'chida bo'lgan uchun hozirdan sizga uchun video chiqaryapman. Hatta men pangani. Xo'sh. Keyingi bu mod o'lik odamlar narsani qo'yiladi. Bu faqat hardcore'larda menimcha qo'yilsa kerak. Hardcore uchun yoki seriallar uchun yoki do'stingiz qo'rqitish uchun animator. Ya'ni shu qurollar jangimi, nimalar serial olmoqchi bo'lsangiz shuning uchun yaxshi. Wow. Men hozir bunda qalada deb bayram bo'lamanmi, nima bo'laman, bilmaydim. Va oxirgi mod. Bu mod menga bu relax mod dahshat ekan do'stlar. Men buni qaydinlashda o'zim aytmagan nomad. Lekin sizning obunangiz bizdan menga nima beradi? Xo'sh. Bu mod endi nimalar qo'shgan ekan? To'xtanglar. Mana bunaqa qishloq topdik. Bu qishloqqa wow, bu nima balo bu? Bu nima bu? Bu maxluq. Bu mod menga yo'q. Qoldi xabarmi? Xabarda 3 ham bo'laman. Menga bu mod yo'q deb. Do'stlar, men mana shu modni tavsiya qilaman. Serial ikkinchi uchun chiqarishlarni yoki podshohliklarni nimalarni olsangiz ham mana shu modlardan qo'ysangiz qo'rqinchli bo'ladi do'stlar. Videoga like va buni men qadimlashga ketaman. Let's go. Men buni albatta bilasiz esa mod. Avvalgi modimga aniq ishlamaganida to'g'ri. Modlar ishlamaganda endi yaxshi sara-saran tufladi. Modlarni shundan shudan olasiz. Wow, u kim qaytdi Minecraft seriali birinchi qismiga salomlar. Xalas mana shu modlar mashhurdan topasiz. Faqat ham ko'pchilik farqi olmaydi. Mana versiya degani bu nima biladigan bu Minecraftni anovlar degan nima deydi? Har almashuvchilar aka-ukalari mana 1.17 meniki 20 lekin plus bor. Plus degani hozirga ya'ni 1.26 gacha bor bo'lgan narsa versiyaga tushadi. Lekin 16 15 larga tushmaydi. Shuni aytib qo'yaman. Shunaqa narsalar bo'lsa bu video yoqqan bo'lsa like, obuna